Demak, boshladik. Birinchi uchburchak burchaklariga oid 3-testni tahlil qilamiz. Keyin mavzu o'tib, mavzuga doir misollar yechib beraman. Bo'ldi, shu bilan xudo xolasa darsimiz bugungi rejasi shu. Demak, boshladik. Bugun chislo 17-mart. Demak, 17-mart chislo. Birinchi savolda aytayaptiki, BCD burchak bilan BDC burchak teng ekan. Mana bu x bo'lsa, bu ham x ga teng ekan. Xo'p. Mana bu uchburchakka ahamiyat bersak o'quvchilar, mana bu CDA uchburchakda ikkita o'tkir burchagining yig'indisi, ya'ni 36 bilan 17 ning yig'indisi mana bunga teng bo'ladi. To'g'rimi? Mana shu burchak x. Demak, x'imiz bu yerda nimaga teng bo'lar ekan? 36 + 17 53 gradusga teng bo'lar ekan. Bu yeri 53 gradus bo'lsa, mana bu ham 53 gradus bo'lar ekan. Bizdan alfani toping deb so'rayapti. Alfa plus 106 gradus teng 180 ga. Alfani topsam 74 gradus bo'lar ekan. Demak, birinchi savolimiz javobi C bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Ja qiyin savol emas ekan. Uchburchakning ikkita o'tkir burchagining yig'indisi gamma beta bo'lsa, uchburchakning bitta tashqi burchagi unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchagining yig'indisiga teng degan xossa bor edi-ku. Teorema. Shundan foydalanib misolni yechdim. Agar ekran ko'rinmay qolsa yoki ovozimda qanaqadir muammolar bo'lsa, xabar qilasizlar. ABC uchburchakning AD va BE balandliklari O nuqtada kesishadi. ABC uchburchakning AD va BE balandliklari O nuqtada kesishar ekan. Xo'p. Demak, birinchi chizmani chizib olishimiz kerak. O nuqtada kesishadi. ACB burchagimiz 72 gradus ekan. ACB burchak 72 gradus bo'lsa, YOA ni toping. Mana bu AD balandlik, bu BE balandlik bo'lsa, YOA burchakni toping. Ya'ni mana bu burchakni topishimiz kerak ekan. Mana shu alfani topishimiz kerak. Xo'p. Qaranglar. Qiyin savol emas. Mana bu 72 gradus bo'lsa, mana bu shakl qanaqa shakl bo'lyapti? Mana shu ruchka qora marker bilan chizayotgan shaklim qanaqa shakl bo'lyapti? 4 burchak bo'lyapti. 4 burchakning ichki burchaklari yig'indisi 360 gradusga teng. Demak, mana burchakni beta deb olsam, beta plus 72 plus 2 ta 90. 2 ta 90 ning yig'indisi 360 gradusga teng. Betani topadigan bo'lsam 108 gradus bo'lar ekan. Bu beta 108 gradus bo'lsa, keladida bu 72 gradus bo'lar ekan. Demak, mana shu so'ralayotgan YOA burchagimiz 72 gradus bo'lar ekan. Javob A. 3-savolga o'tamiz. Chizmada berilganlardan foydalanib alfani topishimiz kerak. Bisektrisatsiya ekan. Bu nimaga tegmaymiz yoki shundan foydalanib ketsak ham bo'ladi.
Bisektrisa bo'lsa, bu x bo'lsa, bu x. Mana bu yeri y bo'lsa, bu y. O'zi katta uchburchakda 2x plus 2y plus 68 teng 180 ga. Katta uchburchak uchun bu. Ya'ni bu nima? ABC uchburchakda. ABC uchburchak ichki burchaklar yig'indisi shunga teng. 2x plus 2y teng bo'ladi 120, 112. X plus y ni topadigan bo'lsak 56 gradus. Endi davomini kuzating. Kichkina BDC uchburchakda, uchburchak BDCda x plus alfa plus y 180 gradusga teng. X plus y ni o'rniga biz 56 ni qo'ya olamiz. Plus alfa 180 ga teng 124 gradus bo'lar ekan. Demak, bu 3-misolimizda alfa burchagimiz 124 gradus ekan. Uchburchakning ichki burchaklari, uchburchakning burchaklariga oid testni ko'ryapmiz. Demak, 3-savolimiz javobi 124 gradus chiqar ekan. Yaxshi, davom etamiz. Keyingi savolga o'tamiz. Mana bu savol ham xuddi shunaqa. Uchburchakni chizib olamiz. Bizda aytayaptiki, ABC burchagimiz ABC burchak 84 gradus bo'lsa va AL bisektrisa, CK bisektrisa o'tkazilgan. Bisektrisa o'tkazilgan F nuqtada kesishadi. AF K'ni toping degan savol ekan. Mana bu burchakni toping deb savol beryapti. Xo'p, yaxshi. Bisektrisa xossasidan hozir bitta narsani o'rgatdim sizlarga. Mana bu yer x, bu yer x bisektrisa bo'lgandan bu yer y, bu yer y. Demak, 2x plus 2y plus 84 teng 180 ga. 2x plus 2y teng 96 ga. X plus y ni topsam 48 gradus chiqadi. X plus y imiz 48 gradus chiqdi. Endi AFC uchburchakda ikkita ichki burchagining yig'indisi bitta tashqi burchakka tengligidan foydalansak, beta x plus y ga tengligidan bu 48 gradus chiqar ekan. Demak, 4-savolimiz javobi C javob bo'lar ekan. Tushunarli? 5-savolda uchburchakning ichki burchaklari 1, 2, 3 nisbatda bo'lsa, tashqi burchaklari qanday nisbatda bo'ladi deb so'ragan. Biz avval ichki burchaklarini topib olaylik. Alfa teng 30 gradus ekan. Demak, 30 gradus, 60 gradus va 90 gradus. Tashqi burchaklari mana bu 150 gradus bo'ladi. Buni tashqisi 120 gradus bo'ladi. Buni tashqisi 90 gradus bo'ladi. Endi qanday nisbatda bo'ladi degan 150, 120, 90 bo'lsa, buni 30 ga qisqartirib olsak hammasini 5, 4, 3 nisbatda bo'lar ekan. 5, 4, 3 nisbat B javob. Tushundilaringiz o'quvchilar? Uchburchakning ichki burchaklari 90 bittasi 30, bittasi 60 chiqsa, tashqilari qanday nisbatda bo'linadi degan. Bu 90 gradus, bu 120 gradus, bu bo'lsa 150 gradus. Bo'lsa, shu nisbatlarini topdik mana. Tushunarli bo'ldi hammaga. Eslaringizda ham qolyapti. Demak, keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimizda
6-chi savolimizda agar mana bu 60 gradusligi berilgan bo'lsa, buni topishimiz kerak. Bu yer x, bu yer x, bu yer y, bu yer y. Boya qilgan ishimizdan, x demaylik endi buni. Boshqa alfa, beta deb olsak, 2 alfa plus 2 beta plus 60 180 gradusga teng. 2 alfa plus 2 beta 120 gradus. Alfa plus betani topsak necha gradus bo'lar ekan demak? 60 gradus bo'lar ekan. Endi bizda x burchagimiz, mana bu yeri ham x bo'ladi. X plus alfa plus beta 180 ga tengligidan bizdan x burchakni so'ragan. 180 minus alfa plus betani o'rniga 60 ni qo'ysak, 60 ayriladida 120 gradus chiqadi. Javob B bo'ladi. 7-chi savolimizda 7-chi savolimizda ABC uchburchakda BD bisektrisa bo'lsa, ABC uchburchakda BD bisektrisa ekan. BD bisektrisa ekan. Xo'p, qaranglar, teng kesmalarni yozsam. AB, BD, DC'lar teng ekan. Bisektrisa bo'lganidan mana bu bilan bu ham teng. Endi qarang. Mana burchakni ixtiyoriy beta burchak deb olsak, bu alfa, bu beta bo'lsa, o'ziga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchakning yig'indisiga teng bo'ladi degan xossadan mana bu yer alfa plus beta bo'ladi. Bu yer ham keladida alfa plus beta bo'ladi. Chunki teng yonli uchburchakda asosdagi burchaklar teng bo'lishi kerak-ku. Alfa plus beta teng bo'ldi. Endi bu teng yonliligidan mana bu yer beta bo'lsa keladida, bu yer ham beta bo'ladi. Xo'p, birinchi ABD uchburchakda ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga tengligidan foydalansak, keyingi gapda mana bu yoyiq burchak kattaligi 180 gradusga tengligidan ham foydalanamiz. Ya'ni alfa plus beta 180 gradusga teng. Bizdan qaysi burchakni so'rayapti? A, B, C burchakni so'rayapti. Ya'ni 2 alfani topishimiz kerak ekan. Yaxshi. Qaranglar. Tepada alfa plus beta plus beta. Xo'p, shunda 3 alfa plus 2 beta cho'ta ayniyat bo'lib qolyapti-ku. Yo'q, alfa 0 gradus bo'lib qolyapti. Xato ketdi. Uzr. DC teng degan ekan-ku. DC teng degan ekan. Xo'p, chizmani boshqatdan chizaylik. Bizda aytganki, A, B, D, C bo'lsa, bu
Bu tomon teng degan ekan. Endi xudo xolisa chiqadi. Bisektrisaligidan bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa. Mana bu BDC uchburchak tengliligidan mana bu yer ham keladida alfa bo'ladi. Ikkita ichki burchakning yonisi uchinchi tashqi burchakka tengligidan bu yer ham 2 alfa. Bu yer ham nima bo'ladi? 2 alfa bo'ladi. Xo'p, o'quvchilar, 5 alfa teng mana bu ABD uchburchakda ABD uchburchakda 5 alfa teng 180 gradusga alfani topsak 36 gradus. 36 dan ikkitasi, ya'ni bizda 2 alfani so'rayapti. 72 gradus bo'lar ekan. Tushunarlimi? Keyingi mana bu savolda xohlasalaringiz keltirib chiqarsa ham bo'ladi. Agar keltirib chiqarishni xohlasalaringiz shundoq formulasini ham yozib tushuntirib qo'yaman. Har bitta mana shunaqa burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Hammasining yig'indisi. Bu mana shularning hammasining yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Bu nimadan isbotlanadi? Mana bu burchak bilan bu burchak teng. Mana bu qo'shnisi. Bu burchak bilan bu burchak teng. Bu qo'shnisi. Bu burchak bilan bu burchak teng. Bu qo'shnisi. Bu holatda ham shunaqa. Mana bu qo'shnisi. Endi mana bu necha burchak bo'lyapti? 1 2 3 4 5. 5 burchak. 5 burchak ichki burchaklar yonisi 540 gradusligidan foydalanib, mana shu teng burchaklardan foydalanib bajaradigan bo'lsak, savolimiz javobi kelib chiqadi. Demak, ikkita 40 plus 40 plus alfa plus 30 plus 20 180 gradusga teng. 80, 100, 130 alfani topsak 50 gradus. Javobimiz demak C bo'lar ekan. 9-savolga o'tamiz. ABC uchburchakda BAC burchagimiz 60, ABC burchagimiz 80 gradus bo'lsa, BD bisektrisa bo'lsa, mana shu burchaklar ayirmasini toping deb savol berilgan. Demak, ABC uchburchakda BAC burchagimiz 60 gradus ekan. ABC burchagimiz 80 gradus ekan. BD bisektrisa ekan. BD bisektrisa tushirilgan. Demak, bisektrisa bo'lgandan 40 va 40 ga ajratadimi? Endi BDC burchak, BDA burchak. Xo'p, BDA burchakni topish qiyin emas. BDA burchagimiz 100, mana bu 80 gradus bo'ladi. Ichki burchaklar yig'indisi 180 ligidan bu qo'shni bo'lganligi uchun 100 gradus bo'ladi. Shunda BDC burchagimiz 100 gradus. BDA burchagimiz 80 gradus. Ayirmasi 20 gradus bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi endi trigonometriyaga oid ekan. 3 burchakning ikkita burchagining tanginisi, yig'indisining tanginisi 3 dan 2 ga teng bo'lsa, 3 burchakning 3-chi burchagining katanginisini toping deb savol berilgan. Yaxshi. Qaranglar, biz bitta 3 burchak olamiz. 3 burchak olamiz. 3 burchakning burchaklari alfa, beta bo'lsin. 3-chi burchagi gamma. Burchakning 3-chi burchagining katanginisini toping deb savol berilgan. Xo'p, ikkita burchagining tanginisi bizda 2/3 ga tengligi berilgan. 2/3 ga tengligi berilgan. Bizdan so'rayotgani alfa plus beta plus bizdan so'rayotgani katanginiz gammani toping deb savol berilgan. Xo'p, alfa plus beta plus gamma 180 gradusga teng bo'lsa, gammani topsam 180 gradus bu pi minus qavchida alfa plus beta. Ikkala tarafni katanginislab yuborsam, katanginis gamma teng katanginis pi minus qavchida alfa plus beta. Keltirish formulasiga asosan pi minus bo'lsa, pi minus bo'lyapti. Orqaga qaytadi. Ikkinchi chorakda bo'ladi. Ikkinchi chorakda katanginis gamma. Ikkinchi chorakda katanginis ishorasi minus, nomi o'zgarmaydi, minus katanginis alfa plus beta bo'ladi. Bizda
Tangens alfa plus beta berilgan edi. Shundan kotanginisni topsam, 1 taqsim kotanginis alfa plus beta 2 taqsim 3 ga teng. Bu yerdan kotanginis alfa plus betani topsam, 3 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Keltirib o'rniga qo'ysak, minus 3 taqsim 2. Javob D. Tushunarli bo'ldimi? Demak, 10 ta testimiz tugadi. Keyingisiga o'tamiz. Ahamiyat bering. Chizmada GF va BD bisektrisalar berilgan ekan. Bizdan so'rayotgan ifodasi 36 gradus bo'lsa, x ni toping deb savol berilgan. Tashqi burchak bisektrisalari ajratgan burchaklarning yig'indisi 90 gradusga teng bo'ladi. Qanday qilib? Qaranglar. Mana bu alfa, mana bu beta bo'lsa, mana bu shunda, mana bu to'lig'i 180 minus alfa bo'ladi, lekin bu yig'inda bo'lgan, bisektrisa bo'lganligi uchun 90 minus alfa taqsim 2 bo'ladi bu. Mana bu 90 minus beta taqsim 2 bo'ladi. Endi bu yoqda alfa plus beta 90 gradusga teng bo'lmasa ekan, mana bu burchakka bog'liq bo'lib qolar ekan. 36 gradus teng 180 ga alfa plus betani topsam 144 gradus chiqadi. Endi 90 minus alfa taqsim 2, 90 minus beta taqsim 2 plus x teng 180 gradusga. 90 ga 90 ni qo'shsak 180, bu bilan qisqarib ketadi. Minus olib chiqaman, alfa plus beta taqsim 2 plus x teng 0 bo'ladi. X'imiz demak nimaga teng chiqar ekan? Alfa plus beta taqsim 2 ga. Tayyor formulani ham keltirib chiqardik. Alfa plus beta 144 gradusga teng, taqsim 2 bo'lsa 72 gradus chiqar ekan. 11-savolimiz javobi. Shunda B javob bo'lar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Burchakning ichki burchaklari 2, 3, 1 ga nisbatda ekan. Demak, 5 alfa teng bo'ladi 6 alfa. 180 gradusga teng. Alfani topsak 30 gradus. Demak, 60 gradus alfa. Beta 90 gradus, gamma bo'lsa 30 gradus ekan. Sinus alfa, sinus beta, sinus gamma. Sinus alfa bu sinus 60 gradus. Sinus beta bu 90 gradus. Sinus gamma 30 gradus. Sinus alfa degani bu ildiz 3 taqsim 2. 2 taqsim 2 deb yozish shuni. Sinus 90 gradusda o'zi 1 ga teng bo'ladi. Kosinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Hammasini makrajni 2 qildimda. Endi ikkilarni qisqartirib yuborsam, ildiz 3 2 va 1 nisbatda bo'linar ekan. Ildiz 3 2 1 nisbatda bo'linadi. Javob 12-testimiz javobi B javob bo'lar ekan. Demak, yaxshi ketyaptimi? Ekran va ovozim yaxshimi? Boya yechgan misolimizdan ekan. AB, BD va DC'lar teng ekan. Bu yerda tengliligidan foydalanadigan bo'lsak, mana bu 38 gradus bo'lsa keladi. Bu ham tengliligidan, tengli burchakda asosdagi burchaklar tengligidan bu ham 36 gradus bo'ladi. Ikkita ichki burchagining yig'indisi qo'shni bo'lmagan 3-chi tashqi burchakka teng. Yoki bitta tashqi burchagi unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchak yig'indisiga tengligidan mana bu 76 gradus bo'ladi. Mana bu yer ham 76 gradus. Endi topish oson. Alfa plus 2 ta 76 teng 180 ga alfani topadigan bo'lsak 152, 180 dan 152 ni ayiradigan bo'lsak 28 gradus. Javob B bo'lar ekan. AC asosli ABC teng yonli uchburchakda
AC asosli A, B, C teng yonli uchburchakda demak AD bisektrisaga o'tkazilgan. Demak A, B, C uchburchakda teng yonli uchburchak. Bu yeri alfa bo'lsa, teng yonliligidan mana bu ham alfa bo'ladi. Bisektrisa bo'lganligi uchun alfa taqsim 2 alfa taqsim 2 ga ajraladi. Bu D nuqta. A, B, C burchagimiz 40 gradus ekan. 40 gradus bo'lsa, pastdagi burchaklari 70 dan bo'ladi. Chunki jami 140 bo'lishi kerak-ku. Bu 70 gradus bo'ladi, bu 35 dan bo'ladi bular. Xo'p, endi ADC burchakni toping degan. ADC burchagimiz mana buni topaylik birinchi. Ikkalasining yig'indisiga teng bo'ladi-da, bu 105 gradus bo'ladi. Va bu ko'rinib turibdi. Bu 75 gradus bo'lar ekan. Ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusni berishidan foydalansam, demak ADC burchagimiz 75 gradus bo'lar ekan. Demak 15-savolga keldik. ABC uchburchak ichida O nuqta shunday tanlanganki, shu kesmalar teng AOB burchak 110 gradusga teng bo'lsa, ACB burchakni toping deb savol berilgan. Yaxshi, diqqat qiling. Bitta uchburchak chizib olamiz. Ichidagi O nuqtadan tomonlariga kesmalar o'tkazilgan. A, B, C uchburchak. Mana bu tomoni O nuqta. Markazdagi nuqta O nuqta. AO bular teng ekan. AOB burchagimiz, mana bu burchagimiz 110 gradus bo'lsa, ACB burchakni toping. ACB burchakni toping degan. Mana bu burchakni topishimiz kerak. Yaxshi. Demak, teng yonli bo'lganidan bu 110 gradus bo'lsa, 180 dan 110 ketsa 70. Demak, bular ichki burchaklar yig'indisi 35, 180 bo'lishi uchun bu 35, bu 35 bo'lishi kerak, to'g'rimi? Xo'p, yaxshi. Endi mana bu alfa teng yonli bo'lgandan bu alfa. Bu beta, bu yeri ham beta. Endi uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 ligidan bu va buning yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Yozamiz 35 plus alfa, 35 plus beta plus alfa plus beta 180 gradusga teng bo'ladi. Alfadan 2 ta, 2 ko'paytirilgan alfa, betadan ham 2 ta. Betani 2 alfa plus 2 beta bo'ladi. 2 ni olib chiqdim. 35 ga 35 ni qo'shsam 70, bu tarafga o'tadi, 110 gradus bo'ladi. Ko'rinib turibdi, alfa plus beta 55 gradus. Bizdan shuni so'ragan edi. Ya'ni ACB burchakni so'ragan edi. ACB burchagimiz 55 gradus bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Demak, bu yerda hech qanaqa tushunmaydigan holat yo'q. Kesmalar tengligidan teng yonli uchburchaklar hosil bo'ladi. Teng yonli uchburchaklardan foydalanib mana shu ko'rinishda misol yetsa bo'ladi. Oxirgi 5 ta testga keldik. Diqqat qilinglar. Test tugashi bilan xudo xolasa mavzu boshlanadi. Yangi mavzu o'tamiz. Ya'ni test tugashi bilan chiqib ketib qolmanglar. O'zi buguncha darsga ko'p odam kirmagan. Bilmadim ular qanaqa qilib o'rganmoqchi keyingi mavzuni. Ya'ni bugungi yangi mavzuni. Xo'p, davom etamiz. Ahamiyat beringlar o'quvchilar. Demak, 16-testga keldik. 16-testimizda bizda mana shu ko'rinishdagi chizma berilyapti va topishimiz kerak bo'lgan burchak alfa ekan. Xo'p, mana bu yeri ham 90 bo'ladi. 90 50 bo'lsa, ichki burchaklar yig'indisi 180 ni berish uchun bu 50 gradus bo'ladi. Mana bu bilan bu vertikalligidan bu burchak 50 gradus chiqadi. 50 15 plus alfaning yig'indisi
50 plus 15 plus alfaning yig'indisi 180 gradusga teng. 115 gradus bo'lar ekan. Demak, C burchagimizning qiymati E burchagimizning qiymati 115 gradus bular C javobda turibdi. Demak, A, B, C tengyonli uchburchakda AC asosi uchidan CD bisktrisi o'tkazilgan. Xo'p. Demak, biz bitta uchburchak chizib olamiz. Chizib oldik. AC asosli deyapti. Demak, A, B, C. AC asos nimasidan mana bu CD bisktrisi o'tkazilgan. ADC burchagimiz 144 gradus ekan. Tengyonli bo'lsa, alfa taqsim 2 bu alfa taqsim 2 bisktrissaligidan tengyonli bo'lsa, bu alfa bo'lsa, keladida bu yer ham alfa. 144 plus alfa taqsim 2 plus alfa 180 gradusga teng. 3 alfa taqsim 2 teng 36 gradusga 12 alfani topsam 24 gradus chiqar ekan. A, B, C burchakni toping degan. Qaytib uchburchakni chizib olamiz. Uchburchakning asosidagi burchaklari mana bu 24, mana bu yeri 24 bo'lsa, mana bu burchakni so'rayapti. Bu x. X'ni topish uchun 180 dan 2 ta 24 ni, ya'ni 48 ni ayiraman. 132 gradus bo'lar ekan. Demak, mana bu burchagimiz B burchagimiz 132 gradus bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi. Davom etamiz. Buni iloji boricha bu 18-chizmani osonroq yechishga harakat qilaman. Mana bu burchagimiz to'liq aylanish 360 gradus bo'lsa, 150 ni ayirsak, bu yeri 250 gradus bo'ladi. 1, 2, 3, 4 ta burchak yig'indisi, ya'ni 40, x 250 plus x plus 10. 4 burchak ichki burchaklar yig'indisi 360 gradusga tengligidan buni 360 gradusga tenglashtiramiz. 290, 300 u yoqqa o'tadi 60 gradus. 2x plus 2x teng 60 gradusga x ni topsak 30 gradus. Bizdan prosta x ni so'ragan, 30 gradus chiqar ekan. 18-savolimiz shu ko'rinishda. Uchburchakning burchaklari arifmetik progressiyani tashkil qiladi. Uchburchakning eng kichik burchagi 48 gradus bo'lsa, arifmetik progressiyani tashkil qilsa, A1 48 gradus, A2 48 plus x. Ikkinchi arifmetik progressiyani ta'rifida aytilgandek-ku, ikkinchi hadidan boshlab o'zidan oldingi har bir haddan ayni bir songa farq qiluvchi ketma-ketlikka arifmetik progressiya deb aytilar edi. To'g'rimi? Shundan foydalandim. Hammasining yig'indisi, ya'ni 48 plus 48 plus x plus 48 plus 2x teng 180 ga 3x teng 144 40 36 gradus 12 gradus. Shu burchakning eng katta burchagini toping degan, mana buni topishimiz kerak. A3imiz 48 plus 24 72 gradus bo'lar ekan. Javob B. 20-savolga o'tamiz. AH balandlik, AL bisktrisa bo'lsa, A, B, C burchak. A, B, C burchagimiz mana bu yerda 72 gradus berilgan. ACB burchak. ACB burchagimiz 48 gradus. Xo'p, bu 72, bu 48 bo'lsa, burchak A ni topsak 180 dan 120 ayriladida 60 gradus chiqadi. Tepamiz 60 gradus ekan. Mana bu 90, bu 72 bo'lsa, mana buni topadigan bo'lsak, ikki burchaklar yonisi 180 ni berishi uchun 18 gradus ekan. Bisktrissa bo'lganidan, bisktrissa mana bu to'liq 60 bo'lsa,
mana bu yeri 30 gradus, bu yeri 30 gradusga ajratadi, to'g'rimi? Shundan x plus 18 ning yig'indisi 30 gradusga teng. X ni topsak 12 gradus. Nihoyat testimiz tugadi. Endi demak, uchburchaklarga oid o'zi ikkita test berilganida, birinchisini mavzu o'tgan kuni yechdik, ikkinchisini mana bugun yechdik. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Uchburchak burchaklarga oid test demak 3 ta ekan. Xo'p, yaxshi. Mana shu uchburchaklar nimasiga doir? Uchburchak burchaklariga oid xudo xolasa bitta test olamiz. Testga tayyorlanib turinglar. Keyingi endi bugungi o'tadigan mavzumiz uchburchak tengsizligi. Uchburchak tengsizligi. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. Uchburchak tengsizligida bir nechta ma'lumotlar bor. Birinchi o'shani qoidalari bilan tushuntiraman. Qoidalari bilan tushuntirganimdan keyin, ya'ni qoidalarni o'rganib olganimizdan keyin, xudo xolasa, mavzuga doir bir nechta savollar ko'ramiz. Diqqat bilan ahamiyat berib eshiting. Demak, yangi mavzumiz nima ekan? Uchburchak tengsizligi ekan. Yangi mavzu uchburchak tengsizligi. Bu mavzuda biz nima haqida gaplashamiz? Birinchi o'rinda deylik, xohlagan, o'ylagan uchta sonimiz uchburchakning tomoni bo'lib ketavermaydi. Birinchi shunga aniqlik kiritishimiz kerak. Deylik, A, B, C tomonli uchburchak mavjudmi desa, degan savoliga javob beradigan bo'lsak, tomonlari A, B, C bo'lgan uchburchak mavjudmi desa, ikkita shart bajarilishi kerak. Yoki u, yoki bu. Nima deydi? O'zi aslida o'sha bittasi o'rinli bo'lsa, aniq ikkinchisi ham o'rinli bo'ladi. Qaranglar, birinchisida ixtiyoriy ikkita tomonning musbat ayirmasi uchinchi tomonidan kichik, yig'indisi shu uchinchi tomonidan katta bo'ladi. Yana bir marta tushuntiryapman. Ixtiyoriy ikkita tomonning musbat ayirmasi desa, musbat ayirmasi deganligi uchun modul olinadi. Ixtiyoriy ikkita tomonning musbat ayirmasi uchinchi tomonidan kichik, yig'indisi uchinchi tomonidan katta. E'tibor beringlar, ixtiyoriy deyapman. Hozir endi kimdir savol berishi mumkin. Nimaga aynan A bilan B ni tanlab oldingiz? Nimaga A bilan C ni tanlab olmadingiz? Nimaga boshqacha holatda qaramadingiz degan savollarni berishlaringiz mumkin. Bu yerda farqi yo'q. A bilan C, B bilan C. Faqat shu yerda bitta shart bor. Esdan chiqarmaymiz. C shu tomonlar orasidan, shu 3 ta son orasidan eng kattasi C o'rtada kelgani yaxshi. Tushunlaringiz, demak, eng katta tomonidan kichkina musbat ayirmasi, yig'indisi eng katta tomonidan katta bo'lsa, bunday tomonli uchburchaklar mavjud bo'ladi. Bu birinchi sharti, bu uchburchak tengsizligi. U yoki bu shart bajarilishi kerak dedim-ki, o'zi bittasi bajarilsa, ikkinchisi ham aniq bajariladi. Ikkinchisida ixtiyoriy ikkita tomonning yig'indisi uchinchi tomonidan katta bo'lishi kerak. Ixtiyoriy deganligim uchun 3 ta kombinatsiyani ham qarashim kerak. Mana shu tengsizlik bajarilsa, demak bu ham bajariladi. Yoki tepadagi modulli tengsizlik bajarilsa, pastdagi ham aniq bajariladi. Shundan foydalanib, mana shulardan foydalanib misol yechishimiz mumkin. Endi uchburchak tengsizligida yana bitta qoida bor. Diqqat qiling. 3-qoida. Bu uchburchakning burchaklarini o'tgan vaqtimizda ham aytib o'tib ketdim. Yana bir marta aytib o'tib ketaman, esdan chiqmasligi uchun.
uchburchakda eng katta burchak qarshisida eng katta tomon yotadi. Eng katta burchak qarshisida eng katta tomon yotadi. Eng kichigi qarshisida eng kichik tomon yotadi. Bu nima degani? Bu nima degani? Diqqat qilinglar. Bu degani, mana uchburchak olamiz. Uchburchak olamiz. Hozir men sizlarga uchburchakning burchaklarini yozaman. Deylik, mana bu 72 gradus, mana bu 15 gradus, 30 gradus bo'lsin. Bu 28 gradus bo'lsin. To'g'ri bo'ladimi shunda? 58 mana bu 38 gradus bo'lsa to'g'ri bo'ladi shekilli. Ichki burchaklar yonisi shunda 180 gradusni beradimi? Qo'shsak 102 bo'ladi, 68 gradus bo'lishi kerak. Ana endi mana shular berilgan bo'lsa, mana bu tomon qarshi, mana bu tomon A, bu tomon B, bu tomoni C bo'lsa, A, B, C tomonlarining orasidagi munosabatni toping deb savol bersa, diqqat qiling, ahamiyat bering. Eng katta burchagimiz necha gradus? 72 gradus. Demak, ana shu tomon, shu burchak qarshisidagi tomon eng katta, C eng katta bo'ladi. 68 burchak qarshi, undan keyin burchagimiz 68. 68 qarshisidagi tomon A. Demak, undan keyin A bo'ladi. Eng kichigi B bo'ladi. Tushundinglaringiz-a? Qoida aytyapman-ku, eng katta burchak qarshisida eng katta tomon yotadi. Eng kichik burchak qarshisida eng kichik tomon yotadi. Esdan chiqarmaymiz shuni. Endi uchburchaklar tengsizligiga oid bitta savol ko'raman. Bu savol 8-sinf algebrasida bor. Qaranglar. Uchburchakning ikkita tomoni 5 va 8 santimetrga teng. Misol, uchburchakning ikkita tomoni 5 santimetr va 8 santimetrga teng. Birinchisida perimetri 17 santimetrdan katta. Ikkinchisi perimetri 22 santimetrdan kichik bo'lsa, uchinchi tomon qanday bo'lishi mumkin? Ahamiyat bering. Birinchi, mana bu boshqa shart. Bu boshqa shart. Har bittasi uchun alohida aytishimiz kerak. O'quvchi nima qiladi? Bitta tomoni 5 ekan deydi, ikkinchi tomoni 8 ekan deydi, uchinchi tomoni C. Demak, P 17 santimetrdan katta. P 17 dan katta ekan deydi. Va 5 plus 8 plus C katta 17 dan, C katta 4 dan bo'ldi, shuna qoldiraveradi. Lekin bu xato bo'ladi. P
perimetrni aralashtirmasdan birinchi biz mana bu uchburchak tengsizligidan foydalanib C ning oralig'ini aniqlab olaylik. C ning oralig'ini aniqlab olaylik. Birinchi qiladigan ishimiz shu. 5 minus 8 kichik C kichik 5 plus 8. Endi 5 minus 8 bu 3, kichik C, kichik 5 ga 8 qo'shsak 13 bo'ladi. Mana buni topdik. Buni topganimizdan keyin endi bizda nima deyapti? Boshladik. Birinchisida C'mizda oralig'i 3 dan katta, 13 gacha va P'miz 17 dan katta. Mana shundan foydalanamiz. 3 dan toki 13 gacha va perimetrimiz 5 plus 8 plus C 17 dan katta. Ana shu ikkalasini birlashtira olsak, 3 dan katta C kichik 13 gacha, C katta 4 dan 2 marta bo'yalgan joyini olsak, 4 dan toki 13 gacha. Oddiy savol, lekin xato qilish ehtimoli juda katta. Endi keyingisida yana 3 dan to C 13 gacha, perimetri 22 dan kichik. Ya'ni mana ahamiyat bering, perimetri 22 dan kichik bo'lsa, C ning oralig'ini aniqlang degan savol edi bu. Kichik C kichik 13 gacha 5 plus 8 plus C kichik 22 dan. 3 dan kichik C kichik 13 gacha va C kichik 9 dan. 2 marta bo'yalgan joyimiz bu yerda 3 dan toki 9 gacha bo'ladi. Tushundilaringizmi? O'quvchi mana bu javobni olib ketadi, mana bu javobni olib ketadi. Xato bo'ladi-da bu. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Uchburchak tengsizligi nimasi? Endi yana bitta uchburchak tengsizligiga oid savol bor. Diqqat qiling. Mana bizda bitta uchburchak berilgan bo'lsa, tomonlari uchburchakning tomonlari A va B berilgan, uchburchakning uchidan mediana tushirilgan. Medianani oralig'i qay nimada bo'lishi mumkin? A, B, C uchburchakda C tomoni umuman muhim emas. Mana shu medianani oralig'ini topishimiz kerak. Sizlarga buni ham tushuntirib ketaman. Medianani oralig'i agar kimga isbot kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shundoq bitta qo'shimcha chiziq o'tkazib isbotlasalaringiz bo'ladi. Isbot shart demaganlarga mana shu holatda formulani o'rganib ketsalaringiz bo'ladi. Medianani oralig'i A minus B taqsim 2 dan katta M kichik A plus B taqsim 2 dan. Tushundilaringizmi demak? A minus B taqsim 2 dan katta M kichik A plus B taqsim 2 dan. Deylik, bunga bitta misol tushuntiradigan bo'lsa, mana uchburchagimiz berilgan. Uchburchakning bitta tomoni 6, ikkinchi tomoni 8 bo'lsa, mana bu yerda mediana tushirilgan. Mediana 6 minus 8 taqsim 2 kichik M kichik 6 plus 8 dan taqsim 2 dan. Shu yerda musbat ayirmasi bo'lishi kerak. 1 dan katta M kichik 14 7 dan. Demak, medianani oralig'i 1-4 oralig'ida bo'lar ekan. 1-7 oralig'ida bo'lar ekan. Tushundilaringizmi o'quvchilar? Ertalab xudo xolasa 6 da geometriyadan uchburchaklar mavzusidan bitta test yuklayman. Uchburchakning burchaklariga oid. Agar ertaga dars bo'lmasa, ya'ni boshqa onlayn darsim bo'lmasa, ertalab uchburchaklar tengsizligiga oid bitta yoki ikkita testni, yana 5,5 dan toki 6,5 gacha bitta testni tahlil qilib berishga harakat qilaman. Bugungi test mavzumiz, darsimiz tugadi. Salomat bo'ling.